Assalomu alaykum hurmatli Premium Pro hamkorlari. Hozir sizlar bilan o'ta muhim yangilik bilan bo'lishmoqchiman va o'ta muhim ma'lumot. Ko'pchilik savol berishadi upgrade masalasi bo'yicha. Sizlarga quyidagi ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Demak, siz o'zingizning paketingizni Business Plus yoki Family paketga ko'tardingiz va qaysi mahsulot olaman degan savollar juda ham ko'pchilik berishadi. Demak, men batafsil ma'lumot bermoqchiman shu masala bo'yicha. Demak, bizda super mahsulotimiz bor. Family paketiga yoki siz Start paketidan Business Plus paketiga upgrade qilgan bo'lsangiz, demak super o'ta zo'r mahsulotimiz, ya'ni yetib kelgan xabarlaringiz bor. Ya'ni qisqacha obzor qilib beraman. 4 talik atar. Ya'ni bu o'zi Tourist Premium Point turadi. Upgrade uchun esa bor yo'g'i 300 Premium Pointga, ya'ni biz beramiz va undan tashqari eslab qoling. Undan tashqari bu mahsulotni olganlarga kafolatlangan mahsulotimiz bor, kafolatlangan sovg'a. Ya'ni mana shu mahsulotni qo'shib, mana shu kafolatlangan sovg'ani qo'lga kiritasiz. Demak, buni ham qisqacha obzor qilib beraman. Qo'lingizga olsangiz, juda ham bir shiringina bo'lib chiqqan. Ya'ni ochamiz va 4 talik atar. Buni safarlarga yoki sovg'alarga o'ta professional darajada chiqarilgan. Bu mahsulotning narxi 100 Premium Point turadi. Ya'ni sotuvga chiqqan 100 Premium Pointga biz sotamiz. Kimki agar 300 Premium Pointga upgrade qiladigan bo'lsa, mana shu mahsulotni beramiz va 100 Premium Pointli mahsulotni sovg'a tariqasida kafolatlangan sovg'a sifatida, ya'ni sizlarga beramiz. Va yana o'ta muhim masala, agar siz upgrade'ni 1 oy ichida Family paketiga o'tkaziladigan bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi sayohatingizni ikkita qo'lga kiritasiz.